Yurtimizda ko'p asrlik daraxtlar bisyor, xususan viloyatimizda ham yoshi 100 va undan katta bo'lgan daraxtlar kam emas. Ana shunday keksa daraxtlardan biri Morguzar tog'lari bag'rida ham mavjud bo'lib, uning yoshi 850 yil deb belgilangan. Muxbirimiz Jamoliddin Nurullayev ushbu hudud tabiati bilan tanishish asnosida azim yong'oq daraxti haqida lavha tayyorlagan. Morguzar tog'lari bu Turkiston tizmasining shimoliy etaklaridagi tog'lardir. Morguzar tog'larining uzunligi 70 km bo'lib, tog'lar janubiy sharqdan shimoliy g'arbga yo'nalgan. Eng baland nuqtasi dengiz sathidan 2620 metrni tashkil etadi. Aytish kerak, hududning o'ziga xos o'simlik va hayvonot olami bor. Tabiat qanday bo'lsa, shundayligicha saqlangan. Mana mingdan ziyod o'simliklar turi bo'ladi. Juda ko'p noyob hayvon turlari bor va shu hayvon o'simliklar turini saqlab turadigan o'ziga xos klimat bor bu yerda. Mana hozir tushlik payti kelganimizda kuchli yomg'ir yog'di va bu yomg'ir yoz davomida ham shunday bo'ladi. Archalarning borligi yer ostiga tushib ketish kerak bo'lgan suvlarni saqlaydi, suv saqlaydi. Tabiat o'zining balansini yuzaga keltiradi. Demak, o'sha daraxtlar suvni saqlab turadi. Tuproq eroziyasi kamayadi, chunki o'sha tuproqning ustida qoplangan efemer va doimiy yillik o'sadigan o'simliklar bor. Bunga xos fauna ham shakllanyapti. Hudud tog' va qirg'oqlardan iborat bo'lsa-da, yashil olamning rivoji albatta tog' irmoqlari boshidagi buloqlar, qor suvlari bilan bevosita bog'liq. Tog'ning shimoliy qismida joylashgan Jizzax davlat o'rmon xo'jaligiga qarashli 6 hovuz uchastkasining asosiy suv manbai ham mana bu buloq sanaladi. Buloq suv 850 yoshli keksa yong'oq daraxtining ostidan chiqadi. Morguzar tog'larining yuqori qismida ko'rib turganingizdek qalin archazorlar va baland tog' qiyariklari bor. Mazkur hududning soy qismida esa qalin o'rmonzorni uchratish mumkin. Ahamiyatlisi, mazkur o'rmonda turli dov daraxtlar bor. Ularning orasida 850 yoshli yong'oqni ham uchratish mumkin. Tomirdan suv chiqib turadi. Buloq suvi, ichimlik suvi o'zidan yasharadi. Shuning uchun buni yoshi 850 yil deb belgilandi. 4 ta katta nimadan tanadan iborat. Bitta joydan chiqqandek turga bo'linib ketgan. Odamning quchog'i yetmaydi. Grek yong'oq nimasi turi. Bayog'dagi ekilgan yong'oqlarni sovuq urib ketadi. Buni sovuq urmaydi. Buni nima evaziga bo'lishi mumkin? Men o'ylaymanki, buni evazi tomirdagi suv issiqligini energiyasiga urmasa kerak, yo bir mo'jizasi bor, uni men bilmayman. Hosilni hamma odam ham yeydi, qush ham yeydi, hamma narsa yeydi. Bu suvdan qancha odam bahramand bo'lyapti. Bu suv juda shifobaxsh suv ham. Yerda endi uzoq yillik daraxt, uzog'i yo'q, pastda bitta yong'oq bor. Unga 180 yil. Eng katta yoshdagi bu. Viloyatimizda ana shunday noyob va tarixi uzoq asrlarga borib taqaladigan daraxtlar ko'p. Ulardan eng keksalari Forish tumanidagi yoshi salkam 1,5 ming yil bo'lgan sharq biyotasi, savr daraxti hamda Zomin milliy tabiat bog'i hududidagi bobo yong'oq daraxti bo'lib, uning yoshi salkam 700 yil deb belgilangan.